Shahrisabz shahrida milliy hunarmandchilikning noyob an'analarini asrash, targ'ib qilish va xalqaro miqyosda ommalashtirishga qaratilgan festival bo'lib o'tmoqda. Festival doirasida Iroqqa kashtachilikning o'ziga xos maktabi, uning tarixi va bugungi imkoniyatlarga bag'ishlangan ko'rgazmalar, ilmiy-amaliy anjumanlar hamda turli tadbirlar tashkil etilmoqda. Shahrisabz Iroq kashtachilik maktabi o'zining yorqin ranglari, o'ziga xos naqshlari va tikilish uslubi bilan boshqa hududlardan ajralib turadi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, O'zbekistonning har bir hududida kashtachilikning o'ziga xos maktabi shakllangan. Shahrisabz kashtachiligida bodomsimon gullar va chorchiroq kabi naqshlar keng qo'llaniladi. Ularda oilaviy xotirjamlik, fayz va baraka kabi ezgu ma'nolar mujassam. Tabiiy ipakdan tayyorlangan iroqiy kashtalardagi chayon nusxa, oftobparaz, bodom nusxa, bodring nusxa singari naqshlar esa asrlar davomida shakllangan badiiy tafakkur ifodasidir. Bu san'at Saodat Nizomova uchun oddiy kasb emas, oilaviy meros. Shahrisabzda qadimdan o'sha ota-bobomizdan qolgan bu Amir Temur davrida qal'ani ichi haqiqatdan ham hunarmandlar shahri bo'lgan. Men bundan juda ham xursandman, bundan mamnunmanki, onalarimiz, buvlarimizdan qolgan qadriyatni yo'qotmay biz davom ettirib kelganimizdan. Hozirgi kunda men 4-avlod bo'lsam, qizim 5-avlod. Onamni onalari kumush buvidan bu menga meros bo'lib qolgan. Bizdan keyingi yoshlar davom ettirsin. Mana shu biz o'sha buvlarimizdan qolgan ishlarni davom ettiramiz, yo'qolib ketadigan xalq amaliy san'atlarni yana ro'yobga olib chiqamiz. Yoshlar bundan ham ziyoda bo'lib olib chiqsin. Merosni asrash bilan birga uni zamonaviy dizayn bilan uyg'unlashtirish ham muhim. Hunarmand Parizod Xolmuhammedova yangi mahsulotlar yaratishda milliy kashtachilik maktablarining an'anaviy naqsh va kompozitsiyalariga tayanadi. Bizning o'zbek milliy kashtachiligimiz qadimiy san'at turlaridan hisoblanadi va mana shu kashtachilik hududlarga bo'linadi. Kashtachilik maktablari mavjud. Bu kashtachilik maktablari Samarqand, Toshkent, Nurota, Jizzax, Buxoro kashtachilik maktablarining hududlarga bo'linadi. Har bir hududning kashtalari o'ziga xos, o'zining naqshlari bilan, ranglari bilan bir-biridan ajralib turadi. Toshkent maktabida so'zanalarida yulduzpalak, tog'orapalak deb nomlanadi. Naqshlarning nusxasi, ularning farqlanishi kashta o'sha so'zanada har bir qismi ipak ip bilan qoplangan bo'ladi. Ya'ni doiraviy turunchlardan foydalanib, asosan qizil va yashil, to'qroq qoraga yaqin iplardan foydalanib tikiladi. Shu bilan bir-biridan farq qiladi. Shahrisabz maktabiga keladigan bo'lsak, Shahrisabz maktabining so'zanalari o'ziga xos, ranglari bilan boshqa maktablardan keskin farq qiladi. Sababi ko'proq matosi to'qroq, yorqin ranglardan foydalaniladi va kompozitsiyasiga ham keladigan bo'lsak, bodom gullaridan, mayda gullardan ham ko'proq foydalanishadi va so'zanalarda asosan ishlatiladigan kompozitsiyasining nusxaning nomi chorichiroq deb nomlanadi. Chorichiroq, ya'ni 4 ta chiroq oilaviy xotirjamlik, tinchlik, qut-baraka ma'nolarini anglatadi. Va iplari ham ko'proq yorqin, sariq, qizil ranglardan foydalanib tikiladi. O'ziga xos jihati bilan boshqa maktablardan ajralib turadi. Festival doirasidagi ilmiy-amaliy anjuman va forumlarda ham milliy kashtachilikni asrash, uni zamonaviy dizayn va kreativ industriya bilan uyg'unlashtirish, mahsulotlarni ichki va tashqi bozorlarga olib chiqish masalalari muhokama qilinmoqda. Zero kashtachilik bugun nafaqat madaniy meros, balki iqtisodiy imkoniyat hamdir. U xotin-qizlar bandligini ta'minlash, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, turizmni qo'llab-quvvatlash va eksport salohiyatini oshirishga xizmat qilmoqda. Festival doirasida Ipak kashta jilosi respublika ko'rik-tanlovi ham o'tkazilmoqda. Unda eng yaxshi kashtadozlar, kreativ mahsulot yaratgan hunarmandlar, yosh kashtadozlar hamda eksport va milliy brend yaratishda faol tadbirkorlar rag'batlantirilmoqda. Bugun biz viloyatimizda tashkil qilingan xalqaro Iroqqa kashtachilik festivalidamiz. Aynan bu kabi festivallarni viloyatimizda o'tkazishimizdan maqsad avvalambor viloyatimizga xorijiy sayyohlarni oqimini ko'paytirish, bundan tashqari o'sha milliy hunarmandchilik mahsulotlarimiz, aynan Iroqqa kashta san'at mahsulotlarini xorijiy miqyosda, jahon miqyosida targ'ib qilishdan iborat. Bu kabi festivallarni tashkil qilish milliy brendimizni jahon bozoriga olib chiqish va shuningdek xalqaro madaniyat almashinuvini ta'minlashdan iborat. Festivalning yana bir muhim voqeasi Shahrisabz shahriga Butunjahon hunarmandlar shahri maqomi beruvchi sertifikatning topshirilishi. Bu e'tirof shaharning ko'p asrlik hunarmandchilik an'analarini xalqaro miqyosda targ'ib qilish, mahalliy ustalar uchun yangi hamkorlik va bozor imkoniyatlarini ochishga xizmat qilishi kutilmoqda. Shahrisabzda momolardan meros bo'lib kelayotgan kashtachilik san'ati
bugun yangi avlod qo'lida davom etmoqda. Ipakka qadalgan har bir igna zarbida xalqimizning tarixi, didi va orzu-umidlari aks etmoqda. Festival esa ana shu noyob merosni asrash, uni zamonaviy hayot bilan uyg'unlashtirish va dunyoga tanitish yo'lidagi muhim qadam bo'lmoqda.